Assalomu alaykum, hurmatli partnyorlar. Hozir Uzcard orqali Binance birjasidan BNB sotib olishni o'rganamiz. Demak, buning uchun Binance shotimizga kiramiz. BNB belgisini bosamiz. Yesho servisi degan joyidan Vivesti Fiat tugmasini bosamiz. Tak. Mana Vivod tugmasini bosamiz, keyin mana yerda so'mni tanlab qo'yish kerak bo'ladi. Ana bankovskiy karta, Humo Uzcard orqali, ana временно hech qanaqa komissiya yo'q deyapti. Demak, kamida $6 BNB sotib olish mumkin. O'shaning uchun 40,000 so'm 40,000 so'mga sotib olamiz. 80,000 atrofida nimaga sotib olamiz? So'mga. Mana bez komissiya 80,000 yechib oladi deyapti. Karta qo'shilmagan bo'lsa, mana joydan добавить kartani bosib turib, bemalol kartalaringizni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Оплата tugmasini bosamiz. Mana 9041 oxir mana kodni kiritish kerak deyapti. Kodni kiritib olamiz. Mana 373057. 373057. Mana joyga 373057. Отправить tugmasini bosamiz. Order обработкада deyapti. Ozgina kutib turamiz. Mana SMS keldi. Ecom oplatadan, ya'ni CoinPay da mana 80,000 yechib oldi. 59,000 balansimizda qoldi. 80,000 pul yechib oldi. Mana fiatni balans пополнен deb keldi. Mana успешно shotimiz 80,000 ga to'ldirildi. Buni ko'rishimiz mumkin. Mana balansimizda 80,000 so'm turibdi. $6.21 ga yarasha pul turibdi. Endi shotimizga pul tushdi. Rinkini bosib turib BNB tanlaymiz, Kupit tanlaymiz. Limitni orderdan renichni orderni bosib turib, mana 100% ga olib boramiz. Mana shoshmay turinglar, uzr. Hozir endi buni USDT Kupit kriptovalyutani tanlash kerak. Birinchi Kupit kriptovalyutani tanlaymiz. Mana joydan USDT sotib olamiz birinchi. Tak. Kupit. Spotoviy balansda 80,000 so'm turibdi. 80,000 ga bosamiz. $6.14 mana 80,000 balansimizda просмотрni bosamiz. Tak, $6.14 tushadi deyapti. Demak, aktivda birinchi 80,000 ga to'ldirib oldik va uni Kupit kriptovalyuta qilib $6 ga yarasha, $6.14 ga yarasha sotib oldik. Endi bemalol endi 80,000 so'm emas, endi USDT bo'ldi shotimizda. Endi rinkiga bosib, BNB ni bosib turib, Kupitni bosib, mana yerda renichni order tanlab qo'yish kerak. 100% tanlash kerak. Kupit BNB ni bosib, mana BNB sotib oldik. Shotimizga tushdi BNB. Endi bu BNB ni yechib olamiz. Save falimizga yechib olamiz. BNB ni ustiga bosamiz. Tak, save fayliga kirib turib adresimizni olishimiz kerak. BNB ni ustiga bosib, получitni bosib adres kopировать olishimiz kerak. Mana BNB ni ustiga bosamiz. Mana pastda o'rtada Vivod через CryptoSet. Mana joyga adresimizni stavit qilishimiz kerak bo'ladi. Set tanlab OPBNB Max bosiladi. $6 ga yarasha BNB sotib oldik. Mana подтвердить qilamiz. Kimdirda отпечатка, kimdirda autentikator. Autentikatorni kiritib olamiz. Autentikator programmasi. Endi pochtaga kod jo'natamiz.
Mana shu puli yechilyapti. Kopirovat. Tasdiqlab yuboramiz buni ham. Stavit. Bo'ldi. Pul yechildi mana. Pul yechildi. 0.10 BNB yechildi. Обработкада turibdi mana. Endi buni balansimizga kirib tekshirib qo'ysak bo'ldi, xudo xolasa. Balansimiz 0 turibdi mana. Hozir tutib turamiz. $6 10 sent atrofida pul tushishi kerak bo'ladi. Binancedan pul yechish juda tez. Pul kiritishda 1 minut 2 minut vaqt kutiladi. Yangilab turamiz. Mana $6 32 sent pul tushdi mana. Pul tushdimi? Demak, hozirgi videomiz Uzcard orqali Binancedan BNB sotib olib, SafePal'ni to'ldirish bo'ldi. Barchaga rahmat.